Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Forbes Tour'ның 19 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, Angliyaning Manchester shahridagi Xitoy konsulxonasining oldida Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik mamlakatlik vakillar qurultayiga qarshi tinish namoyish qilayotgan Bob ismli Hongkonglik kishi Xitoy konsulxonasining bosh konsuli Jing Shiyuan boshchiligidagi konsulxona xizmatchilari tomonidan konsulxonaning hovlisiga so'rab kirilib qattiq urilgan. Yerlik soqchilar ming bir jafoda bu namoyishchini Xitoy konsulxonasining xizmatchilarining changildan qutuldirib chiqqan. Lekin bosh konsul Jing Shiyuan bu qiliqidan izoh topmayli qolmasdan Sky News'ga mazkur namoyishchiga jismoniy zarba berishning o'z mas'uliyati ekanligini, o'zining Xitoyning atalmish izzatini qo'g'damis bo'lmaydiganligini bildirgan. Halbuki tahlilchilarga ko'ra bu qandaqdir hayajondan manbalangan yakki vaqa bo'lmasdan, ilgirki Xitoy rahbarlariga selishtirganda xeyli baklik ko'ram va urushxumor Xitoy Kompartiyasining sur hayvasini namoyon qilishini ta'kidlab turadigan Shi Jinpingning siyosiy tutumining mahsuli ekan. Lekin bu xil og'zaki yoki jismoniy zarbalar asosida yanada Xitoyning davlat ichidagi millatchilik xohishini ko'riklash orqali Xitoy xalqining nafratini chet elga burab, Xitoy Kompartiyasining hokimiyatini mustahkamlashni maqsad qilgan ekan. Aynan Stor'ning 19 oktyabrdagi xabarda bildirilishicha, Norvegiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uyushmasi bayonot e'lon qilib, Norvegiyaning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni qo'llash salmoqini oshirayotganligini bildirgan. Mazkur uyushma yana Norvegiya hukumatini Xitoyning Sharq Turkiston masalasini xalqaro kishilik huquq kun tartibidan chiqarib o'tish g'arazasiga to'sqinlik qilish kerakligini bildirgan. Shundaqla Norvegiya hukumatiga 17 oktyabr Norvegiya parlamentida o'tkazilgan Uyg'urlarning vaziyati to'g'risidagi isbot anglash yig'inidan Sharq Turkistondagi og'ir kishilik huquq tafsirchiliklarni hal qilish fursati sifatida foydalanishni tavsiya qilgan. Mazkur bayonot yana xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini ayblashga, Xitoyni bo'lsa xalqaro kishilik huquq kelishimlarida belgilangan majburiyatlarni ado qilishga chaqirgan. Ularning bu bayonoti xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq 6 cho'ng kishilik huquq tashkilotining qo'llashiga erishgan. O'rta Sharq kuzatuvchi Stor'ning 20 oktyabrdagi xabarga ko'ra, Qatarda o'tkazilgisi Dunyo Lonqis futbol musobaqasining hal qilg'uch musobaqasi o'ynaladigan Losail maydonini yasagan Xitoy temir yo'l qurilishi paychaklik shirkati ilgari Sharq Turkistonda ishlab chiqarish va qurilish qismlari uchun Uyg'ur musulmonlarini so'laydigan bir turmani yasagan ekan. Qatar bilan Xitoy orasidagi munosabatning barg'ansiri yaqinlashayotganligi ma'lum. Buning eng yaqin ifodasi sifatida Xitoy oldin qapda Suhayl va Surayya deb ism qo'yilgan ikki mushukni Qatarga sovg'a qilgan. Bloomberg Tour'ning 20 oktyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining komissari Chris Magnusning bildirishicha, tamoman yoki qisman Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan har qanday mahsulotning toki majburiy emgak chetishlik ekanligi kuchli paketlar orqali isbotlanmaguncha Amerikaga kirishni cheklagan. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni rasmiy kuchga ega bo'lgan 4 oydan beri shirkatlar bu qonunga umuman rioya qilmoqda ekan. Chris Magnus bu vaqtda garchi ba'zi agri to'qayliqlar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin mencha biz to'liq yaxshi boshlashni qo'lga keltirdik. Hozirgacha shirkatlarning bu qonunga rioya qilish jihatdagi yaxshi o'rnaklarini ko'rib kelyapmiz degan. Egilishicha, garchi bu qonun texi mush yil 6-oyda andin kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, lekin mush yil 9-oyda oyoqlashgan moliya yilida Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi tomonidan tutib qilingan 3000 paraxut molning yarmidagidek mushu qonunga binoan tutib qilingan Sharq Turkistonga chetishlik mollar bo'lib, umumiy summasi 500 million Amerika dollariga yetgan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining ijroatga mas'ul yordamchi komissari Anmari mazkur idoraning shirkatlarning bu qonunga rioya qilishiga kafolatlik qilish uchun nazorat qilish salmoqini texnik kuchaytirayotganligini bildirgan. Le Tour'ning 21 oktyabrdagi xabarga ko'ra, Avstraliya strategik siyosat institutining tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiliklar to'g'risidagi tanqidlarga qarshi turish o'rinishining bir qismi sifatida Sharq Turkistondagi yerlik millatlarga tava qizlar bosh personaj bo'lgan nihoyat puxta ishlanganligidan kishiga chinliq tuyg'usi beradigan videolar orqali Sharq Turkiston vaziyatini pardozlab ko'rsatishga boshlagan. Bu videolar avval Xitoyning davlat ichidagi video hambarlar suplarga yo'linib, Xitoy fuqarolarining mengisini yuvish vazifasini ado qilgan. Ondan xalqaro tomoshabinlarga ta'sir ko'rsatish maqsadida YouTube qo'yilgan ekan. Tekshirish natijasida ma'lum bo'lishicha, bu YouTube hisoblarining zo'r ko'pchiligi 2020 va 2021 yillar orasida ichilgan bo'lib, bularning bir o'zgachilik shuki, bu hisoblar orqali YouTube qo'yilgan videolar Xitoy Kompartiyasining ilgarigi videolaridek ziyoda qiliplashgan bo'lmasdan, xilili tabiiy ekan va shu sababli kishiga chinliq tuyg'usi berdi ekan. Ya'ni Xitoyning jinoyatlar to'g'risidagi paketlar ko'plab o'tirg'i chiqqan sari Xitoy bularni yepish uchun texnik sistemali qalda nayronvozlik qilishga boshlagan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.
Allohga omonat.